Inson tanasi haqida 36 ta hayratlanarli ma'lumot. Umrimiz davomida tanamizdan ko'chgan teri aslida qayerga g'oyib bo'ladi? Sochingiz necha tonna yukka bardosh bera oladi? Tanamizdan bir kunda ajralgan suyuqlik qancha shisha idishni to'ldiradi? O'z jismimni yaxshi bilaman deb o'ylayapsizmi? Afsuski, unday emas. Ushbu video orqali ishonishingiz qiyin bo'lgan inson tanasi haqida 30 dan ortiq aql bovar qilmas ma'lumotlar bilan tanishasiz. Nafas olish bilan bir vaqtda so'lagingizni yutishga harakat qiling. Uddasidan chiqa olmaysiz. Shu zahoti urinib ko'rgan bo'lsangiz, like tugmasini bosing. Bu holat nafaqat so'lak, balki suv yoki boshqa suyuqliklar bilan ham kuzatiladi. Qizig'i, 9 oygacha bo'lgan chaqaloqlar ko'krak orqali oziqlantirilayotganida bir yo'la nafas ham olishlari mumkin. Bora-bora organizm o'zgaradi va bu qobiliyat insonni bir umrga tark etadi. Uyingizdagi changning katta qismi aslida teringizning parchalangan bo'lakchalari hisoblanadi. Agar terining doimiy ravishda yangilanib turishini har 2-4 haftada bir marta barcha teri qatlamini boy berishimizni hisobga olsak, bu haqiqat hayratlanarli tuyulmasligi mumkin.